shu qilgan amalimiz uchun Alloh taolo bizni bu do'zaxga keldirdi deb jahannamga kelganini xabarini beradi. Alloh taolo mana bu Aynen sağ sekinroq gapiramiz akalar. Tamam. To'xtatib qo'ysa ham bo'ladi. oshpaz akalar, artist emasmi? To'yga artist keladi yoki bo'lmasa domla keladi degani artist o'rniga keladi moda degani emas bu narsa. Biz mana bu joyga vallohi Allohning nomiga qasam ichib aytaman, mana shu o'tgan har bir soniyam uchun Allohning huzurida Alloh taolodan umidvorman. Allohning huzuriga borganimda, ya Robbi, seni haqligingni va islomning haqligini bilib turib, shuni musulmon do'stlarim bilan bir suhbatda o'tirib, seni diningni esladik deb mana shu eslashligimiz uchun Allohning huzurida jannatdan mukofotdan umidvorman. Boshqa maqsadim yo'q, birodarlar. Na meni sizlardan qarindoshligim bor, na yaqinligim bor. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'rib islomdagi do'stlarim deb keldim. Biz g'irt johilmiz. Johilligimiz isbot qilib beraman. Hozir mana shu joyda o'tirgan hammalarimizga bir qog'oz bilan bir ruchkani berib, ismingni, familiyangni, adresingni yoz. Faqat İtalya tilida yozasan desa yoza olasizlarmi, birodarlar? Ha? İtalyancha yozib berasan desa yoza olasizlarmi? Nima uchun desa, aytasizlar biz o'qimaganmiz deysizlar. To'g'ri, o'qimaganmiz-da italyanchani. O'qimaganmiz. Ya İmroniy tilida, ya'ni yahudiylar tilida yozib beringlar desa yoza olasizlarmi? Yo'q, nima uchun o'qimaganmiz? Qaysi harfda yozamiz? Yo lotin tilida, yo kiril tilida. Nima uchun desa biz maktabda o'qiganmiz. Maktabda ham 11 yil o'qiganimizdan keyin qo'limizga attestat bergan, o'rta ma'lumotga ega bo'ldi deb. To'g'rimi? Endi savol, islom dinimiz to'g'risida qancha umrimizni sarflab o'qidik, birodarlar? Aytinglarchi, islom hayotimizga nazar solaylik. To'xta, men musulmonman. Islomni qancha o'rgandim deb. Yosh katta-yu kichik, ayol va erkak hammanglarga savol. Biz islomni qancha o'rgandik? Bor yo'g'i shu ota-onalarimiz, opa-dadalarimiz, jumaga borganda domlalarimiz, "Ey birodarlar, ey musulmonlar, mana bu halol, mana bu harom, mani yesa bo'ladi, mani yesa bo'lmaydi" degan qulog'imizga kirib qolgan so'zlar bor, xolos. Hozir agarda bir imtihon uchun aytadigan bo'lsam, uyatib ketamiz. Qancha odam Qur'onni ochib o'qollaydi desam, sanaqli odam biladi. Undan ham uyatadigan narsamiz, kim Qur'onning ma'nosini biladi desa, umuman yerga kirib ketamiz. Vaholanki Qur'on ummatimiz deb da'vo qilamiz. Men bugun mana bu Ilhomjon ukamizni sizlarga kelganimdan, balki aytilingandan kelgunga qadar mana shu birodarlarimni vaqtini olishlikdan maqsadim biror bir manfaatlik hayotini isloh uchun biror bir narsa beray deb hali bir mavzuda tanlanmasdan shunchalik qiynaldim. Shunchaki bir odatiy bir mikrofonni qo'limga olib, hammani o'zimga qaratib bir gapirishmoqchi maqsadim umuman yo'q, birodarlar. Men bugun hayotimda o'tgan bir qiziq voqea bor. Shu qiziq voqeaning qoidasida sizlar bilan mavzuda gaplashmoqchiman. Men bugun aytaylik, namoz to'g'risida gapirmoqchi emasman. Yoki ota-ona xizmati to'g'risida gapirmoqchi emasman. Yoki mana kuyov bilan uylanyapti, kelin uyda o'tiribdi, kelin kuyovning o'rtasidagi munosabat to'g'risida gapirmoqchi emasman. Men bitta mavzuni tanladim. Bundan taqriban 4 yil oldin menga polshalik bir xristian ayol kelib, mendan ba'zi bir narsalarni so'ragan. Shu xristian ayolning og'zidan chiqqan savollar bilan men sizlarga savol bermoqchiman. Bugun Allohning huzuriga borishlikdan oldin ayollar ham eshityaptimi bizni? Ha? Oqsoqollar ham eshityaptimi, kattalar? Nariyoqqa burib qo'ying, meni ovozim ertagilarga yetadi. Men bugun bir narsani to'g'risida gaplashmoqchiman. Avvalan birinchi bo'lib aytaylik. Maqsadimiz, niyatimiz nima, birodarlar? Odam bo'lib, odamni ham ichida musulmon bo'lib, musulmonligimizdan maqsadimiz, niyatimiz nima?
Birodarlar, savolimni qaytaryapman. Bo'ldi, yetadi. Savolimni qaytaryapman. Opa-singillar, oqsoqollar, yoshlar, kiyovalar, u kishining jo'ralari, musulmonligimizdan maqsadimiz nima? Nima uchun biz islom dinini tanladik? Menga bir odam savol berdi. Nima uchun sizlar islom tanlaysizlar? Yer yuzida qayerda bo'lsa musulmon kalkani yeyotgan, musulmonni obro'si, musulmonni qoni to'kini yeyotgan. Nima uchun musulmonsizlar? Oshpaz akalar, idish yuvayotgan opa, nima uchun musulmonsizlar? Nima uchun islomni tanladinglar? Otamizdan qolgan merosmi islom? Ha? Yo ajdodlarimizdan qolgan merosmi islom? Meni ota-bobom musulmon, shuning uchun men ham musulmonman. Yoki o'zbek, qirg'iz, tojik, uyg'ur, arab millatlari musulmon, shuning uchun musulmonmizmi? O'ris, nemis, ingliz, fransuz kofir, bular shuning uchun ular kofirmi? Milliy, ya'ni dinimiz milliymi, birodarlar? Millatlarga taalluqlimi? Islomni biz tanladik. Agarda shundan boshqa javob bo'lsa, birodarlar, qo'rqmasdan, uyatmasdan shunga chiqib yo to'xtang, mana uchun islomni tanladik dedi. Men bir narsani bilaman. Biz islomni tanladik chunki Alloh islomda yashagan odamdan rozi bo'ladi. Alloh bu dunyodan o'lganimizdan keyin musulmon odamni jannatga kirgizadi. Shundaymi, birodarlar? Boshqa gap so'z bormi? Opalar, opa-singillar, kelin qizlar, dugonalar, boshqa javob bormi? Islomdan boshqa jannatga olib boradigan yo'l bormi, yo'qmi? Alloh taolo va raditu lakumul islama dinan. Men sizlarga islom dinini rozi. Islom dinini ushashliginglarda rozi bo'ldim dedi. Alloh aytdiki, inna dina indallohil islom. Islomni Allohning huzurida qabul bo'ladigan din islom dedi. Boshqa javob bormi, bolalar? Islom olib boradi jannatga. Maqsadimiz shumi? Biz o'lamiz, Allohning huzuriga qaytamiz, Allohning mulkimiz, musulmon bo'lsak Alloh taolo bizni jannatga kirgizadi. Shundan boshqa javob bormi, yo'qmi? Diniylarni sotasizlarmi? Ha? Kelinglar, oyiga $300 pul beradi. Farzandinglar og'rib qolsa qaraydi. Maktabda tarbiyalaydi. Xristian diniga o'tinglar desa o'tasizlarmi? Ha? O'tmaymiz, birodarlar. Dinimizni 300 emas, millionga ham sotmaymiz, milliardga ham sotmaymiz. Bu eng qimmat narsa hayotimizda din islomi. To'g'rimi? Mana shu maqsadmi, birodarlar, yo boshqa maqsad bormi? Albatta javob yo'q. Maqsadim shu, men musulmonman, Allohni tanidim, Alloh taoloning dini meni dinim islom, shu islom meni jannatga olib boradi, islomdan boshqa narsani olmayman men. Shunday deganmizmi biz? Shumi bizning e'tiqodimiz? Endi shu qoida bo'yicha shu to'yda davom etkazmoqchiman masalani. Endi menga mana shu joyda o'tirgan hammanglar javob beringlar. Orqada o'tirgan oshpaz akalarimiz ham, oqsoqollar ham, ichkarida turgan ayollar ham musulmon odamning hayoti to'g'risida, musulmon odamning diniga taalluqli bo'lgan hayoti to'g'risida savol bermoqchiman. Musulmon odam Alloh taologa bir kecha kunduzda haftalik, kunlik, oylik, yillik ibodati bormi, yo'qmi? Ha? Musulmon odam kuniga aytaylik, bitta na'udhu billah, Alloh saqlasin, men sizlarga kofirning tilidan savol beray. Musulmon odam bo'ldimi, yashaveradimi, ixtiyor o'zidami? deb savol beryapman sizlarga. Musulmon odam bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qiydimi, o'qimaydimi? Birodarlar, o'qiydimi, o'qimaydimi? Akalar, o'qiydimi? O'qimasa-chi? O'qimayotganlar-chi bo'lmasa? Ichkarida turgan opa-singillar, to'yni boshqarayotgan akalar, savol: musulmon odam, men musulmonman dedik, musulmon odam jannatga boradi dedik. Musulmon odamda islom to'g'risida mana bu men o'tirgan so'rini 4 ta oyog'i turibdi.
Shu to'rtta oyog'i bo'lmasa men yerda turgan bo'lardim. Buniyal islom ala khamsin dedilar payg'ambar. Islom 5 asosning ustiga qurildi, 5 ustunga dedilar. Birinchisi iymon, ikkinchisi namoz dedilar. As-salatu imaduddin dedilar. Namoz islomning ustuni dedilar. Savol: 5 vaqt namoz o'qimayotganlar nima bo'ladi bo'lmasa? Nimaga maqsadimizga teskari hayotda ketyapmiz? Nimaga g'oyamizda xatomiz, birodarlar? Aytinglar. Hozir o'sha oyatni o'qib ketdim. Men tavba qilishlik boshqa narsa. Tahakkum, hukm berishlik boshqa narsa. Namoz o'qimagan odam jannatga kiradimi? Ha? Men hozir aytib berdim. Alloh rost gapiradi, yolg'on gapirmaydi. Masalakakum fi saqar. Nima bo'ldi bu saqar degan do'zaxda turuvchilar dedi? Malaikalar. Qalu lam nakum minal musallin dedi. Namoz o'quvchilardan emas edik dedi. Namozni inkor qilgan kommunistlar to'g'risida ketmayapti gap. Bor menga islomda o'rgatmasa mulla bo'lib qoldingmi deb turib gapini olmayotganlar to'g'risida ketmayapti. Ha, xudo xolasa o'qiyman. O'g'limni uylab olay, qizimni chiqarib olay, pensiyaga chiqib olay, gilosimni terib olay, Rossiyaga jo'natib olay, kuzdan borib boshlayman deyotgan odam to'g'risida ketyapti gap. Qalu lam nakum minal musallin. Namoz o'quvchilaridan emas edik dedi. Aytmadi. Qalu lam, biz namozni inkor qiluvchilardan emas edik demadi. Biz namoz o'quvchilardan emas edik, shuning uchun mana bu do'zaxda kuyapman dedi. Bu musulmon odamning hayotdagi bitta misollardan biri. Ibodatini oldik. Kirib kelayotganimizda mana ayollarni ko'rdik. Ko'ryapmiz, mana oldimizdan o'tyapti. Mashlar muslimalarmi, birodarlar? Ha? Muslima opa-singillarimiz shular. To'g'rimi? Kimidir opasi, kimidir singlisi, kimidir onasi. Endi men sizlarga savol beray. Biz musulmonmiz dedik. Musulmon odamning ayolida muslima deydi dinimizda. Muslima ayolning libosi ixtiyoriymi, o'zi nimani xohlasa kiyaveradimi yo jamiyatning ichida kiyadigan alohida libosi bormi? Birodarlar, dindan kelib gapirishinglar. Urf-odatimiz to'g'risida kelib, men millatchilikni o'rgatmoqchi emasman men. O'zbekning libosi, to'g'ri, o'zbekning libosi mana, bu odam o'zbek ekan. Ko'rmayapsizlar, Marg'ilon do'ppisini kiyyapti. Hozir bitta qalpoqni ko'rganimda aytadi, bu odam qirg'iz bo'lsa kerak derdim. Nimaga desa, qirg'izda qalpoqni kiygan. Men millatning libosini aytmoqchi emasman. O'zbek ayolining libosi deydigan bo'lsa, men ko'z oldimga nima keladi desa, o'zbek ayolining libosi atlas ko'ylak, atlas lozim kiyadi. Adreslarni kiyib olgan bo'lsa, o'zbek sharqona bir ayol ekan deydi. Yo tojik bir ayol ekan deydi. Yo noto'g'ri gapiryapmanmi? Endi men sizlarga savol beryapman. Sizlar musulmonsizlar. Siz bilan men musulmonmiz. Biz iymon keltirdik. Mana shu islom bizni jannatga olib boradi dedik. Da'vo olib boradimi yo islomda yashashlik olib boradimi? Islomda yashashlik olib boradimi, birodarlar? Islomda yashashligimizda hayotimizning bir qismida ayollar bormi yo'qmi? Bor. Endi ayollarning libosi qanday bo'ladi? Ha? Birodarlar, ayollarimizning libosi Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytgan bo'lsa, ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar dedi. Qulli azwajika, ayollaringizga ayting dedi. Va banatika, va qizlaringizga ayting dedi. Va nisa'il mu'minin dedi. Va mu'minlarning ayoliga ayting dedi Alloh taolo. Nimani aytadi? Qanday kiyinishligini, qanday libosini tutishligini ta'limotini bering deb Alloh taolo aytayapti. Yudnina alayhinna min jalabibihim. Ro'mollarini yelkalaridan, ya'ni boshlaridan tashassin dedi. Hijobini o'rassin dedi. Alloh taolo farz qilgan bo'lsa, endi savol tug'iladi. Hijob o'ramagan ayol jannatga kiradimi, birodarlar? Bitta odam to'g'risida ketmayapti. Yurib bilmasdan tavba qilib istig'for aytib ketgan odam to'g'risida ketmayapti. Lekin shariat bo'yicha kelinglar, bitta dinsiz odam, bitta Hanzul Xitoy yo bitta koreys buddist kelib menga islom to'g'ri ekan, men islom jannatga olib borar ekan, men oilam bilan islomga kirmoqchiman, menga islomdagi ibodatim, islomdagi muomalatim, islomdagi libosim, islomdagi oilam, islomdagi do'stim, islomdagi dushmanim
islomiy pul topishim, islomiy dunyo sarflashligim, islomdagi ota-onam haqqi, islomdagi farzandim haqqi, islomdagi qo'shnim haqqi, shu narsani ta'limotini ber desa, hayotimizda o'rganib oldingizmi, birodarlar? Hayotimizda o'rganib olsinmi bular? Bizi hayotimiz shu Qur'onga to'g'ri kelyaptimi, birodarlar? Nimaga da'voyimizda, nimaga umidimizda teskarimiz? Islomdagi ayollar, musulmonlar, men ko'proq to'ylarga, valimalarga kelsam, ayollarni maqsad qilib kelaman, birodarlar. Chunki bu maqsad o'z-o'zidan kelib qolgan emas. Ayollar islomdan xabar uzoq bo'lib ketyapti. Ash 4 yil oldin bir Polshadan Kristina degan bir ayol kelib, islom to'g'risida ta'limot o'rganib, shunda menga bir savol bergan. Domla degan, men dedi, masjid ibodatlarida ayollarni ko'rmayapman. Ayollar ibodat qilmaydimi islomda dedi. Yo'q, islomda ayollarimiz ibodat qiladi. Bizning dinimizda ayollar masjidga borib ibodat qilgandan ko'ra, o'zlarining uylarida qilgan ibodati Alloh taolaning huzurida darajati baland, savob ko'proq qilib beriladi desam, keyin menga savol berdi. Ongli xalqda bular saviyasi siz bilan menga o'xshagan pasmasda ota-bobomiz deb ketavermaydi ular. Oxiriga yetib boradi, to'xta dedi. Men dedi, har yakshanba kuni dedi, cherkovga borib ibodat qilaman dedi. Har yakshanba kuni cherkovga borib ibodat qilaman. Bibliya kitobimiz bor dedi bizni dedi. Alloh taolo tarafidan nozil qilgan dedi. Mana shu Bibliyadan dedi, tushunmagan joyini borib popdan so'rayman dedi. Deb turib menga savol berdi. Domla dedi, bir haftada nechta ayol kelib Qur'ondan sendan savol so'raydi dedi. U yozyapti. Birodarlar, savolni qaranglar. Qur'ondan nechta ayol haftasiga kelib, domla Alloh meni nimaga buyuryapti? Alloh meni nimadan qaytaryapti? Mana bu Qur'onda oyatini tushunmadim deb nechta ayol kelib so'raydi dedi. Birodarlar, bormi? Qur'onni tushunmabman mana oyatini deydigan ayollar qoldimi o'zi? Erkak, birodarlar. Yana qanaqasiga biz Qur'onga iymon keltirganmiz biz? Allohning nozil qilgan kitobiga, Qur'onga nima deb iymon keltirganmiz biz? Ertamanda hatmi hoja o'qishlik kerak deb iymon keltirganmizmi? Odam o'lib qolsa patoga borish kerak deb iymon keltirganmizmi Qur'onga? Bu qonun emasmi? Dastur emasmi bizga? Qanaqa qilib yashashlik, nimani halol, nimani harom qilishlik Alloh ta'limot bermaganmi bu kalomida? Hozir ko'rib qoldim, bu libos birodarlar, bu o'z-o'zidan kelib qolgan narsa emas bu. Liboslanishlik ibodatmi, ibodat emasmi? Erkaklar, avrat joyini ochishlik nima? Erkak kishi kindigidan boshlab tizzasigacha bo'lgan masofani ochishlik nima? Harommi? Basseynlarga borib cho'milayotganlarchi? Daryolarga borib cho'milayotganlarchi aka-ukalarimiz? Harom ish qilyapti ekanmi? Yoki bo'lmasa tashabbuh bo'lib kiyinganlarchi? Hali futbolistga o'xshatib, hali artistlarga o'xshatib, hali kino aktyorlarga o'xshatib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dedilar. Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatadigan bo'lsa, u o'shalardan dedi. Ashlar bilan birga turadi dedi. Alloh nima dedi? Va man yatawallahu minkum fa innahu minhum dedi. Kim o'zini qaysi qavmga, kofirlarga o'zini do'st tutadigan bo'lsa, u o'shalardan demadimi? Birodarlar, bitta bolalarning ko'zida uzi ko'rib qoldim tillardan degan. Erkak kishiga halolmi? Harommi? Harom degan nima bo'ladi? Harom degani do'zaxda kuyadimi? Ya kuymaydimi do'zaxda? Taqib yuraversinmi boyvachcha ekan, pul ko'p ekan, oltindan, tilladan, oltindan uzi taqibdi deb turib. Yuraversinmi birodarlar? Hozir aytinglar, mana shu joyda turganlar hammalarimiz. Hozir ikkita ayol o'tib ketdi mana shu yerdan. Boldillarini ochib, yarim yalang'och kirinib o'tib ketdi. Bulardan misol qilyapman, Alloh hidoyat bersin. Ashab bizni, siz bilan meni singillarimiz birodarlar shular. Lekin shular hijob farzligini bilmayapti shular.
aytinglar, ana shunday holatni ko'rganda biz nafratlanishimiz kerakmi? Keling qo'shni, keling deb turib televizor olishimiz kerakmi? Halolmi, harommi? Halolmi, harommi shunday yurishlik? Birodarlar, nima uchun maqsadimizga teskarimiz? Xo'p, menga aytib beringlar. Mana bu joyda yana bitta problemada. O'zi sanali odam masjidga kirsak. Oqsoqollar ham bora biz eshitayotganlar. Bormi oqsoqollar ham? Ichkarida bora eshitayotganlar. O'zi masjidga zo'r bo'ladigan 5-10 ta odam kirsa, yoshlar shu islomni o'qib o'rganib kiradigan bo'lsa, ha? Do'st kim, dushman kim, birodarlar? Men o'zi boshqacharoq uslubda gapirmoqchi edim. Bitta-bittadan turgizib turib, sal qiziqarli bo'lishligi uchun. Birodarlar, do'stinglar kimlar? Ha? Do'stinglar, mo'minlar, yer yuzidagi. Dushmanchi? Kofirlar. Alloh subhanahu va taolo bizni ikkita dushmanimiz bor. Birinchisi iblis, shayton. Robbimizning dushmani. Alloh taolo biz dushman tutganmiz. Lekin iblislarni ko'rmadik. Lekin iymon keltiramiz, borligini ishonamiz-da bu. Bizni vasvas qiladi. To'g'rimi, birodarlar? Harom narsaniga qiziqtiradi, haloldan, Allohning farzidan qaytaradi. Yer yuzidagi xalqlarning ichidagi dushmanimiz, birodarlar. Alloh taoloning yer yuzidagi Allohning diniga, islomga unamagan hamma bizning dushmanimiz. Va xossatan yahud va nasoralar. Ularning dushmanligi millat emas. Ularning dushmanligi yashayotgan yurt emas. Ularning dushmanligi ularning e'tiqodi va bizga qilayotgan munosabati, birodarlar. Va qolatil yahud Uzayr ibnulloh. Va qolatil nasara Masih ibnulloh. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li deydi. Nasoralar Masih Allohning o'g'li deydi. Biz Alloh taolo undan pok, Alloh farzand ham tutmadi, farzand ham, ayol ham olmadi. Lam yalid va lam yulad. Tug'madi ham, tug'dirmadi ham. Biz Alloh taologa shunday iymon keltirdik. Nima uchun ularga dushmanmiz? Robbimizga dushman degani. Endi aytinglarchi, qaysi odamni dushman tutdik, birodarlar? Bormi hayotimizda dushman? Umumiyroq qilib aytib ketadigan bo'lsak, o'zbek qirg'izda, qirg'iz o'zbekda, tojik, ya'ni bittasini aynab olib yurib, millatlar aro dushman bo'lib ketdi. Yana to'g'ri gapiryapman, birodarlar. Achchiq haqiqatni aytmoqchiman, ochiqroq. Ha? O'zim qo'y endi menga sotmay qo'yaver endi. Mashinasini sotayotgan bo'lsa ham, narsasini sotayotgan bo'lsa ham millatchilik bo'lib ketdi. Millatchilikchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarmi biz iymon keltirganmizmi Muhammad alayhisalomga? Iymon keltirishlik nimani o'z ichiga oladi? U kishining yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rib, yomon ko'rganini yomon ko'rib, buyrug'ini qilib qaytargan narsalardan tiyilgan odam payg'ambarga iymon keltirgan deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Laysa minna man da'a ila al-asabiyya dedilar. Kim millatchilikka chaqirsa u mendan emas dedilar. Kim millatchilikka chaqirsa u mendan emas dedilar payg'ambar alayhisalom. Dinam millatchilik bo'lib ketgan bo'lsa, masjidlar ham millatchilik bo'lib ketgan bo'lsa, qabrlar ham millatchilik bo'lib, bu o'zbek qabristoni, bu tojiklik qabristoni, bu qirg'iz qabristoni. Shunaqa bo'lib qoldim, birodarlar. Nimaga dinimizga ergashmaymiz? Nimaga dinimizdan, agar biz islomni haq desak, islom bizni jannatga olib boradi desak, nima uchun islomga qaramaymiz? Islom nima erkin dedi? Ovqatlanishlik misolini oling. Do'st dushman tushunchasini oxiriga yetkazib qo'yay. Ana shu polshalik ayol aytdi. Dushman degani, do'st degani, do'st. Misol uchun men o'zi endi ko'rishdim. Lekin hammalarni men islomdagi do'stlarim deb bilaman. Chunki nima uchun desa, sizlar ahli qiblasizlar. Chunki menga do'stim kimligini Robbim aytgan. Robbim meni do'stimning kimligini bayon qilib bergan. Menga yuborgan Allohning elchisi Muhammad alayhisalom do'st kimligini aytib bergan. Alloh taolo Qur'onda Tavba surasida fa intabu va aqamus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din dedi. Agar tavba qilsa, ya'ni iymonga keltirsa, namoz barpo etilsa va zakotni bersa, ikhwanukum fid din, dindagi aka-ukalaringiz, dindagi do'stlaringiz dedi. Alloh aytdi. Otam aytgan yo menga.
Alloh yer yuzining sharqida bo'lsin, g'arbida bo'lsin, shimolida yo janubida bo'lsin, iymoni bo'lsa, namozi bo'lsa, zakot bersa, meni islomdagi do'stim shu odam. Boshiga tushgan musibatga hamdardman, xursandchiligiga sherikman. Yutug'ini meni yutug'im deb bilaman. Musibatini meni musibatim deb bilaman. Suriyada bo'lsin, Falastinda bo'lsin, Iroqda bo'lsin, Somaliyada bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Do'st degani mana shu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh va iqamus salat va ita'uz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum va amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala illa bihaqqil islam. Aw kama qala sallallohu alayhi va sallam. Men odamlarni qatl qilib o'ldirishlikka buyurdim. Hattoki Allohning yakka iloh deb guvohlik bersin. Va meni Allohning elchisi va bandasi deb guvohlik bersin va namozni barpo etsin va zakotni bersin. Agarda shu uchala ishni qiladigan bo'lsa, ularning moli va obro'si men uchun saqlandi, ya'ni harom qilindi dedilar. Iblo islom haqqi qoldi. Endi birodarlar aytaylik. Ana shu polshalik ayolning gapi hozirgacha miyamda virus turadi. Batkenda bir imom bilan ko'rishdim deydi. Jurnalist ayol islomdagi dushman kim deb tushuntirib so'rasam dedi. Islomdagi dushmanmi deb desa, soqol qo'ygan vahabistlar dedi. Hizbutlar dedi. Degan ekan nimaga dedi. Nimaga ular islomning dushmani desa, ular namozdan keyin amin deb qichqirishadi dedi. Qichqirsa nima bo'ladi? Desa, unga qarab turib, "Sen bilmaysan" degan. Savol birodarlar. Amin degan odam do'zaxga tushadimi? Namozni do'ppisiz o'qigan odam do'zaxga tushadimi? Agarda Alloh uchun da'vat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun namozga kelmayotgan odamni chaqirmaydi, namozga yur deb? Shortigin bilan bo'lsa ham namoz o'qigan bolam, namoz o'qimagan odam do'zaxga tushib ketadi deb. Aytinglarchi, do'ppisiz odam namoz o'qiydigan bo'lsa, do'zaxga tushadi degan oyat hadis bormi? Yoki ba'zida subhanalloh, hayotimiz hammasi virus kasallik ichida. Agarda islom ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, mana soqol yurgan odamni ko'rsa, islom siymosi, islom nuri ko'rinib turibdi deydi. Na'udzubillah, agarda bir millatchilikdan kelib qaraydigan bo'lsangiz, hayvon ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, nima savol qo'yganing otangdan oldin deydi. Shu musulmonmi birodarlar? Yana ham undan ham yomonrog'i, nimaga hayvonga o'xshab, maymunga o'xshab ketding, chiqishib ketding deydi. Agarda kim istehzo qilib, agarda shu gapni gapiradigan bo'lsa, kofir bo'ladi birodarlar. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Alloh taolo aytadi. Qul abillah, ayting Muhammad alayhisalom, Allohning ustidan va ayatihi, Allohning oyatlarining ustidan va rasulihi va rasulining ustidan kurasizlar. La ta'tadiru. Uzrlanmanglar. Ya biz endi hazillashyapmiz, oshnamizda dodi demanglar. Mana shu bolani soqolini kim qaysi oshnasi bo'lsa ham agarda ko'radigan bo'lsa, oshnamida haddim siqib ustidan kuldim demasin. Oshnasi bo'lsa ham ustidan kuladigan bo'lsa kofir bo'ladi. Aroq ichgan odam jannatga kirishligi mumkin, lekin soqolning ustidan kulgan odam jannatga kirmaydi. Qimor o'ynagan odam jannatga kirishligi mumkin, chunki u katta gunohni qilgan bo'ladi. Islomda qoladi, lekin dinni ustidan kulgan odam, dinni ustidan masala qilgan odam jannatga kirmaydi birodarlar. Birodarlar, biz o'lchov bilan yashaylik. Oddiy bir ishxonaga kirib, oddiy bitta sudga, prokurorga shunday uchrasangiz, advokatga uchrasangiz, qonunimizda mana bu sig'maydi deb turadi. Insonlar tomonidan chiqarilgan qonuniga aytadi, sig'maydi deb turadi. Bizchi musulmonlar, islom dinimizning qonuni bo'ladigan bo'lsa ham buzib yuborsak, Robbimizning qonunini ham birodarlar. Oila to'g'risida mana shu misol bilan suhbatimni tugatmoqchiman. Oila mana Ilhomjon ukamiz, kelin sinimiz ichkarida turibdi. Birodarlar, oila qurishlik ibodatmi yoki urf-odatmi? Ibodatmi? Shubha yo'qmi o'rtada? Odat degan yo'qmi? Urf-odat ota-bobomizdan qolgan meros emasmi? Endi oila qurishlik bugun necha qismga bo'linib qoldi. Mana shu ibodat deyotganlar aytinglarchi, ibodat bo'lishlik uchun islom ko'rsatmasi asosida bo'lishi kerakmi? Islomda erkak kishi qanday bo'ladi? Islomiy erkak qanday bo'ladi? Aytinglarchi, Qur'onda Alloh taolo nima degan? Aniq aytaman.
Alloh taolo oila to'g'risida Qur'onda hajdan ko'p gapirdi. Hajdan ko'ra ko'proq gapirdi. Islomning 5-rukni bo'lgan haj ibodatidan oila to'g'risida Alloh taolo ko'proq hukm chiqardi, ko'proq buyruq chiqardi, ko'proq narsalarni qaytardi. Aytinglarchi, qaysi birimiz oilamiz qaraganda islomda oilaning xotinning o'rni manaqa? Allohning hukmini buzib qo'ydingiz ayasi. Buni tavba qiling, islomga qayting deb qaysi birimiz oilamizga islom andozasida turib gapirdik? Kuyovlar aniq bilaman, olishlikdan oldin kelinni ko'rgan, qaddi qomati yarashgan bo'ldi, chiroy chimmati, ota-onasi kim, hamma narsani ko'rgan. Xuddi shunday kelin ham kuyovlarni ko'rgan, ota-onasi kim, ish joyi, topishi qanaqa, aniq bilgan narsa, yaxshi ko'rgan, sevgani yo'qmi, uylanmagan xotini yo'qmi degan narsalarni aniq surishtirgan. Lekin shuni oldida yana aniq aytamanki, yo kelinning otasi yo kuyovlarning otasi urfimizdagi bor illatni men o'zimni misol qilib aytay, kuyovlarimiz qizimizga soch keladigan bo'lsa yaxshi, bolangiz uylanadigan vaqti bo'ldimi? Alloh taolo aytgandek shariatda qizini haqqini ado etiladigan darajadagi yigit bo'ldimi, bo'lmadimi deb so'radingmi, birodarlar? Ertaga ursa yo melisaga bo'ladigan yoki domlaga yugurib borgan, buni bilamiz. Lekin birinchi kelganda bolam yoki shunday chaqirib kel, kuyovilar, mana uylanyapsan, mas'uliyatni olyapsan. Bu Allohning omonati ayol degani. Ertaga qiyomat kunida javob berasan. Bo'yningda nima farzlar bor qizga nisbatan, ayolga nisbatan bilasanmi deb turib birortamiz so'radingmi, birodarlar? Ayollarchi, ayollar. To'rt qilishni bilar ekan, chevar ekan, ukol qilishni bilar ekan, mancha ovqat qilishni bilar ekan, hammasi hayot. Maqsad, birodarlar, dunyoda qolib ketdi-da. Faqat maqsadimiz dunyo. Uy qursak, mol qilsak, zo'r yashasak, mashhur bo'lib qoldi. Bilol ibn Abdurrahman degan tobiinlardan bo'lgan odam bo'lgan ekan. Bu so'zga o'tishlikdan oldin mana tugatib qo'yay. Kelinlar, ayollar. Ayol zoti shunday kuyoviga qaraganda shunday jannat ko'rinishi kerak. Agarda musulmon ayol bo'lsa. Mana shu meni jannatim deyish kerak. Misol uchun kelin sinini Rasul Ilhomjonni ko'rsa, shuni ko'rganda mana shu meni jannatim deb qarash kerak. Shu bolani rozi qilsam jannatga kiraman, shu bolani norizo qilsam do'zaxga o'tin bo'laman, do'zaxga kuyaman deb qarash kerak. Undan boshqa yo'li bormi islomda? Endi qarang. Alloh taologa ibodat qilishlikdan bitta narsani bilib qo'yinglar. Ayol kishi, misol uchun aytaylik, mana hozir asr bo'lyapti. Shom namozini kelin o'qiyapti. Sunnat namozini o'qiyotgan bo'lsa, bugun emas, 70 ga kirgan kampir o'tirgan bo'lsa ham shunga ham taalluqli bu narsa. Agarda choli kuyovi chaqiradigan bo'lsa, sunnat namozini o'qiyotgan bo'lsa, nima qiladi, birodarlar? Shabada namozini buzatda labbay dadasi deb chiqadi, vojib bo'ladi. Namozida davom etganligi uchun gunohkor bo'ladi. Bizning Imom Azam mazhabimizda, birodarlar, hayit kuni roza tutishlik makruh. Chunki nimaga desa ibodatda. Lekin nima uchun makruh desa, bayram kuni roza tutib olganligi uchun makruh deydi. Lekin Imom Azam mazhabimizda qaysiki bir ayol uyda bo'lsa, eri uyda bo'lsa, eridan ruxsat so'ramasdan roza tutib olgan bo'lsa, shu tutgan rozasi harom bo'ladi deganlar. Hayit kuni roza tutgan musulmonlarning shodi hurramligidan kutgan kunidan ko'ra eri uyda turib, erining iznisiz, ruxsatsiz roza tutib oladigan bo'lsa harom bo'ladi degan. Eng muhim nuqtadan bir narsani aytib beray, oila to'g'risida. Masalan, shu mana shu ayollar, hammasi mana shu uyda o'tirgan ayollar. Turmushda kuyov o'rtog'iga Alloh taoloning maqsadi nima edi? Alloh nima uchun ayollarni yaratdi? Va min ayatihi, Allohning oyatlaridan, mo'jizotlaridan an xalaqa lakum min anfusikum azwajan. Nafsiylardan, ya'ni qovurg'aylardan juftliklarni ayollarni yaratdi dedi. Alloh qodir emasmidi? Tuproqdan ikkita odam yaratib qo'ygan, bittasini ayol, bittasini erkak qilib. Nima uchun bitta odamni yaratib, odamdan juftini yaratdi? Chunki erkaklar biz har qancha kamolga yetaylik, ayolsiz biz nuqsonmiz. Chunki bizdan olingan. U joyiga qo'yilsa, keyin kamolga yetamiz. Allohning taydagi hikmati
Biz nuqsonlimiz erkaklar. Ayol bizga kelishligi bilan biz kamolimizga yetamiz. Rasululloh az-zivaj nisful iymon, uylanishlik iymonning yarmi dedilar. Mana shu ayollar endi Alloh taolo yaratgandan maqsadini aytdiki, va min ayatihi an xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allohning oyatlaridan, nafsiylardan, juftiylardan ayollarni yaratdim dedi Alloh taolo. Illat nima edi? Litaskunu ilayha, sukunat, orom olishlari uchun dedi. Demak, ayollar Robbisini so'ziga, Qur'onga murojaat qilsa, nima uchun men yaraldim desa, kuyovimga sukunat, orom berishlik uchun yaraldim dedi. Chunki Alloh ana shuning uchun yaratdim dedi. Endi mana bu hadisni qarang. Ibn Majah o'zlarining sunanlarida keltirilgan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasatun 3 toifa inson bor" dedi. La yuqbalullohu sarfan va la adla. Biror bir yaxshiligini Alloh taolo qabul qilmaydi va o'qigan namozini ham qabul qilmaydi dedilar. Birinchisi, ya'ni badbaxt inson, baxtsiz inson. Duo qilsa Alloh ijobat qilmaydi. Sadaqat bersa Alloh taolo ijobat qilmaydi. Hajga borsa haj bo'lmaydi. Roza tutsa rozasi qabul qilinmaydi. Biror bir yaxshiligi qabul qilinmaydi dedilar. Birinchisi hojasidan qochib ketgan qul dedilar. Qulli zamonida emasmiz, buni tushunmaymiz birodarlar. Kim quli bo'lsa, qochib ketgan bo'lsa, qaytib kelgunga qadar kechirasiz, men sizni qulingizdim, qochib ketdim, osiy bo'lgan, gunohkor bo'lgan deb kelmagunga qadar Alloh taolo ibodatini qabul qilmaydi. Ikkinchisi mas qiluvchi narsani iste'mol qilgan odam. Hattoki masligi qaytgunga qadar. Ya'ni aroq ichgan bo'lsa, kayfi tarqagunga qadar. Nasha chekkan bo'lsa, qaytgan. Qora dori yegan bo'lsa, uni masligi qaytib ketgunga qadar Alloh taolo uni ibodatini qabul qilmaydi. Uchinchisi birodarlar. Uchinchisi ayollar. Qaysi ayollar? Qaysiki bir ayol kuyovining g'azabini, achchig'ini keltirgan bo'lsa, hattoki kuyovi undan rozi bo'lgunga qadar Alloh taolo o'sha ayolning ibodatini qabul qilmaydi birodarlar. Yashab o'tgan hayoti harom bo'ladi. Kuyovining achchig'ini keltirganligi uchun qaysi ayol, qaysi sinimiz, qaysinimiz qizimizni tarbiya beryapti yoki turmushga chiqaryapti, qizim, kuyov bolaning qalbini og'ritsa men sendan rozi emasman. Onalarimiz bergan sutimga rozi emasman. Otalarimiz men senga qilgan infoqim, tarbiyam uchun rozi emasman qizim. Men shu bolani musulmon deb beryapman. Shu bolani rozi qilsang men rozi bo'laman. Shu bolaning ko'nglini olsang, meni ko'nglimni olgan bo'lasan deb qaysonimiz chiqaryapmiz birodarlar qizimizni. Nima uchun islomda musulmon bo'lib qiz chiqarmaymiz? Nima uchun musulmon bo'lib farzandimizni uylanmaymiz? Oxirida so'zimni oxirida bitta qissa bilan aytib beraman. Mashin bilan o'lchov hammamizga kifoya bo'lsin. Bir kuni mana shu yaqin davrimizda O'shdan bitta bola Koreyaga boribdi. Buni ko'p aytib berganman, mumkin eshitgan bo'lsanglar ham kerak. Koreyaga ishga borsa, zavodga ishga kirgizgan. Nechinchi yil siz? 75-yildan. Ayolingiz, ayolim bor. Farzandingiz, 3 ta farzandim bor. Qoningiz guruhasi A1. Otangiz hamma narsani aytib, diyonatingiz desa musulmon dedi. Islom diningiz desa musulmon degan. Mana Koreyaga, tashqariga borgan, Rossiyaga ham borganlar bilasizlar, bitta joyga shunday kelsa, registratsiya qilayotganda, deklaratsiya to'ldirayotganda diyonati degan narsa ham bo'ladi. Ya'ni islom, xristianmi, buddizmi, musulmonmi degan narsa bo'ladi. Musulmon deb yozibdi. Bo'lgandan keyin ishni qabul qilyapti, hali unga aytib qo'yganki, sen musulmon ekansan, soat 8 dan soat 4 gacha ishlaysan. 12 dan 1 gacha abid vaqti bor. Abiddan keyin men senga 15 minut vaqt beraman alohida. Ya'ni 1:15 gacha senga vaqt, alohida ibodat qilib olasan. Ichimliklar ichidan misol uchun mol ichma, bunda alkogol bor. Ovqatlarning ichidan misol uchun mol yema, buning ichida cho'chqani go'shti bor. Bo'ldimi? Men senga diniy to'g'risida tushunchani berib qo'ydim. Ishing ishda har bitta misol uchun aytaylik, har bitta mana bunaqa sot kelganda tepasiga mana qopqog'ini yopishtirib turasan degan $1200 oylik degan kelishgan. Taxminan voqea xuddi shunday bo'lgan. Oradan biror oy muddat o'tgandan keyin karis kelaverarkan oldiga gapirolmasdan chiqib ketaverar ekan. Gapiraman deb kelarkan, keyin oxiri hali odam kelib o'zbek akamiz o'zi kelib menga aytib beryapti. Nima gaping bor desam deydi. Sendan bir narsani so'ramoqchiman, so'ra. Men Qur'onni o'qirdim. Tarjimasini ko'p o'qiganman. O'ylab ko'rsam, seni xudoying bilan meni xudoyim bitta ekan dedi.
degan ekan, xursand bo'lib, "Karislar islomga, musulmon bo'ldingmi? Islomni qabul qildingmi?" desa, "Yo'q" dedi. Nimaga desa, "Seni Xudoying bilan meni Xudoyim bitta ekan. Men musulmonlarda men maniak deb bilaman. Ular bir yo'q narsani Xudo bor deb ishonishadi. Bu hayotda shuni degan narsasini yeydi, sig'in desa unga sig'inishadi, butun hamma narsasini ashindan so'raydi, faqat ashindan qo'rqadi, o'lgandan keyin hayot bor, abadiy hayot, jannat bor deydi. Men qaradim seni. Men sen musulmon bo'lsang kerak deb, sen ham ashi musulmonlarda dinida bo'lsang kerak deb qarasan, ate 1 soat adibdan tashqari 15 minut vaqt berdim, Xudoyingga sig'inib olasan desam, sig'inmading. Ammo ovqatni yema desam, yeyapsan desa, immuniteting tushib ketyapti dedim deydi. Immuniteting tushib ketayotgan bo'lsa, yo'rasanmi? deb haligi nafsi ochaganda, haloli haromiga qaramasdan guruch yo'rib, salat yo'rib, immunitet tushib ketib, o'lib ketsin endi deb turib, kim qarab o'tiribdi deb, cho'chqaning go'shtini qo'shib yo'ribdi. Ha, bo'pti, mana suvni nima ichyapsan desa, sen bilmaysan, bo'ynimda qarzim bor. Shuni uzgani kelganman, alamini bilmasam, oshdan keyin, ishdan keyin ozgina ichib qo'yib, sal rohatlanyapman desa, ichsa bo'laveradimi bo'lmasa musulmon odam. Men musulmonlar Xudo harom qilgan narsani ichsa bo'lmaydi dedim. Demak, seni Xudoying bilan meni Xudoyim xor nima ekan dedi. Men hayotimni aytib beraymi senga dedi. Nima og'zimga ta'mi yoqsa shuni yeyman, hech kim mendan qaytarmaydi dedi. Nima libos bo'lsa, yarashsa shuni kiyaman, hech kim qaytarmaydi dedi. Qanaqa qilib kiyinaman? Yalang'och yuramanmi? Shorti kiyib yuramanmi? Hech kim qaytarmaydi dedi. Qaysi ayolni ko'rsam, shundan qiziqsam shu ayolga, yo'l topib shu ayol bilan zino qilaman dedi. Ya'ni qo'shilaman dedi. Men musulmonlar ayollar cheklangan, liboslar cheklangan, obi-taomlar cheklangan, ibodat cheklangan, shu cheklangan hayotda yashaganlar jannatga kiradi deb bilaman. Seni Xudoying qorni ekan deb qorniga urib qo'yibdi. Endi mana shu qissadan bir ibrat olaylik-chi, birodarlar. Hayotimizda dinimizga nimadan saqlandik? Nima narsani yeyishdan saqlandik? Ha? Qaysi libosni kiyishdan saqlandik? Qaysi libosni dinim buyuryapti deb kiydik? Qaysi ovqatni dinim qaytargan deb mana shu narsadan tiyildik, birodarlar. Men mana bu Ilhomjon ukamizda bular hammasi misollar bilan ziynatlangan bir narsani bergan asosiy. Biz g'oyamizni tanib yashaylik. Maqsadimizni bilib yashaylik. Maqsadimiz hayotda hayvonlarga o'xshab, kofirlarga o'xshab faqat kayf deganiga kelgan emasmiz biz. Biz faqat orom, kayf, rohat uchun musulmon bo'lganimiz yo'q biz. Biz iymon keltirdik. Islomga bo'ysundik. Nima uchun? Jannatga borishlik uchun, Allohning roziligini topishlik uchun. Mana shu g'oya maqsadimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Vallohu ta'ala alayhi va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Birodarlar, agarda ichkaridagi opa-singillar yoki mana bu oshpaz akalarimiz sizlarni qaysininglarga gapim qattiq degan bo'lsa, vallohi men sizlarni yomon ko'rganligimdan emas, balki yaxshi ko'rganligimdan shoyatki ta'sirlansa, shoyatki shu haqni, maqsadni bilib olsa dedim. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizdan o'zi rozi bo'lsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Allohning huzuriga borganimizda Allohni haq deb bildik, islomni haq deb bildik. Mana shu o'tirgan o'tirishdagi hammalarimiz bir-birlarimizga guvoh bo'lib, jannatda Allohning huzuriga borganda mahshar maydonida bir-birlarimizni dinimizga aytdim, birorta odam yo men musulmonman demadi, alhamdulillah. Hammamiz musulmon emasman demadi. Hammamiz musulmonman dedi. Shu islomimizga guvoh bo'lib, bir-birlarimizni jannatga yetaklab kirishligimizga sababchi bo'lgan solih amallar qatorida Alloh taolo mana shu mav'izani amal daftarlarimizga Alloh taolo o'zi yozgan bo'lsin. Mana bu orqamizda turib bechora qarang shu akalarimiz. Sizlarni shu musulmon aka-ukalarimiz shularni ko'nglini olay deb turib ovqat qilishyapti. Alloh taolo bularga Allohning huzuriga borganda jannatning maloikalari, jannatdagi hurlar bularga xizmat qilib, ov-taomlar taqdim qilishligini Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin. Vallohu taolo alayhi va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Duo qilaylik, ya Robbana, o'zing bizlardan rozi bo'lgan, gunohlarimizni mag'firat qilgan. Ya Robbana, ayollarimizga hijob bergan, iffat bergan. Ya Robbana, ularga hijobni sevishlik, dinini sevishlik,
va diniga bo'lgan muhabbatni o'zing ziyoda qilgin. Ey Haq subhanahu va taolo, g'arbga, modaga muhabbat qo'yib, liboslarni yechib, yubkalarda yurishlikda, ko'ftalarda yurishlikda sevib qolishlikdan ya Robbana ularning qalbiga o'zing hifz himoyanda asragin, qalblarini iymon qilib, amallarini islom amallari bilan ya Robbana hayotlarini go'zallashtirgin. Mana bu yoshlarimizga ya Robbana o'zing hidoyat bergin, islomda muhabbatini bergin, islom amallarining muhabbatini bergin, musulmonlarning muhabbatini bergin. Ya Robbana qalbimizda musulmonlar bir-birimizni yomon ko'rib qolishlikdan o'zing saqlagin. Qalbimizga shaytonning dushmanligini va sening diniy dushmanlarini dushman tutishlikni ya Robbana hammalarimizga o'zing nasib qilgin. Ey poki Parvardigoro, bugun mana bu xonadon ahillarida shod hurramlik, xursandchilik, biz musulmon do'stlarimiz deb xursandchiliklarga sherikmiz. Mana bu yangi qurilayotgan oilaga baxt bergin, saodat bergin, barakotli xonadonlardan qilgin. Kuyov bo'lib ukamiz bilan kelin sinimizni o'rtalarida barakotda jamlagin. Ey Haq subhanahu va taolo, ularga shunday bir farzand berginki, dunyoda ota-onalari u farzandlarini ko'rib ko'zlari quvonsin. Qur'on o'qiyotganlarini eshitib quloqlari rohatlansin. Islomda, ibodatda, peshonasi sajdada turganligini ko'rib ko'zi quvonsin. Ota-onasiga el yurtning ichida aroq ichib, qimor o'ynab, zino qilib, ota-onasining yuzini yerga qaratmaydigan solih o'g'illar va solih zurriyatlarni o'zing nasib qilgin. Qiyomat kunida ya Robbana mana shu bizlardan oldinga o'tib ketgan ajdodlarimiz va bizlar va bizlardan keyin keladigan zurriyatlarimiz ya Robbana halolini halol deb, haromini harom deb, dinini islom deb, Robbing esa Alloh deb, payg'ambaring esa Muhammad deb tarbiya bergan ota-onalarimiz va bizlarning farzandlarimiz bizlarning haqqimizda guvoh bo'lib, qiyomat kunida jannatda hamjam bo'lishini hammalarimizga nasib qilgin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.